bugungi ochiq darsimizni ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi mavzuyimiz dekorativ usulda mavzuli natiurmort ishlash deb nomlanadi. Hozirgi holatda biz guruhlarni 3 ga bo'lib oldik. Demak, birinchi guruh bilan biz tanishtirib o'tamiz. Birinchi guruhimizni sardori Sevinch. Assalomu alaykum. Bizning guruhimizning nomi sariq deb nomlandi. Mavzuga kelib chiqib pozitiv holda tanladik. Sariq rangi o'zi bu energiyani bildiradi va dekorativ natiurmortlarda juda ham ko'p foydalaniladi. O'shaning uchun ham sariq rangdan tanishtirib o'tdik. Bu guruhimizning nomi sariq rang deb ataldi, chunki mavzuyimiz dekorativ natiurmort bo'lganligi uchun sariq ranglar yorqinroq ranglarga chiqib ranglarga bo'lindik. Endi ikkinchi guruhimizning sardori Kumush. biz guruhimizni yashil rang deb nomladik, chunki yashil rang dekorativ natiurmortni yorqin va jonli ranglardan biri hisoblanadi. Yashil rang tabiat va yangilanish rangi hisoblanadi. Rahmat. Endi esa uchinchi guruhimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat Bibiyoysha. Assalomu alaykum. Bizning guruhimizning nomi moviy rang bo'lib, ya'ni biz dekorativ rasmlarda moviy rangda buyumlarning soyasini, shunaqa soya, yorqin joylarni ajratib chiqarishni ishlatamiz. Moviy rang bu ya'ni hissiy tuyg'u bilan ifodalasak, sokinlik va tinchlik deb tushuniladi. Rahmat. Bo'linishdi. Ularga har doimgidek eskiz variantlari berildi. Qisqa eskiz variantlarni bir para davomida chizib berishadi. Dekorativ usulda go'shtdan foydalangan holatda. Yana xuddi shu mana natiurmort osonroq natiurmort qo'yib berdik. Oxirida yana bularni shirin baholab berishingiz kerak bo'ladi. Har bitta komandadan bittadan g'olib chiqadi. Bularning sovg'a-salomlari bor. Sovg'a-salomlari bor. Aholisi. Sariq rangli jamoamizdan Lazizadan savol javob bo'ladi. Dekorativ natiurmort bilan realistik natiurmortning farqi nimada? Dekorativ natiurmort va realistik natiurmortning farqi realistda o'z rangida, natiurmort o'z rangida va o'z holatida shunchaki chiziladi. Bunaqa Tasavvurdan kelib chiqamiz. tasavvurdan kelib chiqadi. Malades, yashil rangli komandamizdan biz hozir savol javoblar qilamiz. Marhamat Kumush. Dekorativ natiurmort haqida, ranglari haqida izohlab bersangiz, u qanaqa ranglar ishtirok etadi va nimalardan iborat? Ranglar juda ham muhim o'rin tutadi. Bu realistik tasvirdan ko'ra badiiy va bezakli va hissiy ta'sirga ko'proq ahamiyat beradi. Yaxshi, rahmat. Moviy rangli komandamizni sardori Bibiyoshiligi dekorativ natiurmort haqida. Dekorativ natiurmort haqida to'xtaladigan bo'lsak, dekorativ natiurmort bu rasmni, ya'ni ijodiy ishlash, ya'ni real rasm emas, ya'ni biz o'zimiz ijod qilishimiz haqida keltirib o'tsak bo'ladi. Masalan, biz unda emin erkin ishlashimiz, xohlagan ranglarimizdan foydalanishimiz, ya'ni shular. Qo'llab-quvvatlovchi ranglar ham bor. Rahmat. Yashil rangli komandamizning qizi O'zbekistonda juda ham taniqli va mashhur rassomlar juda ko'p. Ulardan biri Ahmad Nur, Akmal Nur. Akmal Nur, keyin Bahodir Jalolov degan rassomlar bor. Ko'rib turganinglardagi mana dekorativ natiurmortning mental xaritasi turibdi. Hamma ko'rishi mumkin. Bu mental xaritada xususiyatlari, kerakli bo'lgan jabhalari ko'rsatilgan, ya'ni xarita.
Yaxshi topdi, birinchi bo'lgan. Yo'q, o'sha zakonчение. Chiroyli ochiq darsimiz nihoyasiga yetdi. Men hamma talabalarimga minnatdorchilik bildiraman. Hozirlarga mana bunaqa sovg'achalar beramiz. Hammaga bu komandamizning nomi Sariq komandamizdan bitta g'olibni e'lon qildik va bitta g'olibimizning ismi Laziza. Marhamat Laziza, bu sizga. Tabriklayman. Yuhu! Ikkinchi komandamizning nomi Yashil komandamizning g'olibasi Dulhika! Moviy komandasini g'olibasi Nafiza. Tabriklayman. Güzel.